Allohni siz bilan bizga tanitadigan bir nechta yo'l bor. Birinchisi Qur'on. Alloh tomonidan kelgan xitob, Qur'on. O'qiysan, o'rganasan, tafsirdan xabar topasan. Mana shu Qur'on Allohni tanishlik uchun katta eshik bo'ladi. Ilm. Ikkinchi yo'l tafakkur. Osmon yerni yaratilishini qaraysan, yaratilishdagi hikmatni, puxtalikni, ilmni ko'rasan. Bularning bari Alloh taoloning go'zal ism va sifatlarining ko'zgusi ekanini topasan. Uchinchi yo'l bu Alloh taoloning fe'llari. Alloh taoloning qilgan ishiga qara. Kimni aziz qildi, kimni xor qildi. Kimni hayotda saodatli qildi, kimni baxtsiz qildi. Bularning bari Alloh taoloning fe'li.